Ba'zi bir o'zbeklar Qirg'izistonda bo'lgan 2010-yildagi o'zbek va qirg'iz urushidan xafa. Qirg'izlarga nisbatan kin tutib olgan. Nimaga siz qirib tashagan deydi. Bo'ldi, men sizlarni bir haqiqat bilan yuzlashtiraman. O'sha urushdan Turkiyaga qaytib intervyu bergan turklar bor. Aytadi-yu. Dışarıdan destek olduğu da belliydi açıkçası. Çünkü kullanılan silahları duyduğumuzda bize askerlerin bildirdiği şey, kullanılan silahların Kırgız askerinde bile olmadığı silahlar ve hiç bilinmeyen yerlerden silahların geldiğini gördük. Hatta çatışmanın içinde Kırgız ve Özbek olmayan başka milletten olan insanları da gördük. Qirg'izlarning qo'lida Qirg'iziston armiyasida bo'lmagan qurollar ko'payib ketdi va boshqa bir millat vakillari yuzini to'sib olgan insonlar. Bu aniq boshqa bir davlat tomonidan uyushtirildi deydi. Yoki bo'lmasam Islom Karimov nimaga bu voqeadan uzoq turdi, aralashmadi? Chunki o'zini aytgan so'zi bor, aytadi-yu, Qirg'iz va o'zbek o'rtasidagi adovat bu haqiqiy emas, boshqa davlat tomonidan uyushtirildi ataylab. Maqsad O'zbekistonni urushga tortish, mintaqada muammo keltirib chiqarish. Keyin nima bo'ladi? Boshqa davlat kirib keladi. Men sizlarning qutqaruvchilaringman deydi. Kirib kelishiga sabab bo'ladi. Xuddi o'sha o'yinlarga kelmadi. Islom Karimov qo'shilmadi. Farqiga bordi. Chunki biz o'sha paytlarda o'zligimizni unutganmiz. O'zi aslida qirg'iz kim? O'zimizdan bittasi. Qoni bir, tili bir, irqi bir. Faqat yo'q deydi. Bo'ldi. Jeshlatadi xolos. Begona emas. 1989-yildagi Farg'onadagi turk-o'zbek urushi. Buni ham o'zbeklar uyushtirmagan. Yaxshilab o'ylab ko'ring-da, Sovet parchalanish payti. O'zbekiston mustaqillikka chiqsa, kimdan yordam so'raydi? Turkiyadan. Yordam so'ramaslik kerak. Har doim bir miting orqasida boshqa sabablar turgan bo'ladi. Chunki diplomatiyada shunday so'z bor. Bo'l, parchala, hukmronlik qil. Uni tushunmaydigan sodda xalq xolos. Hozir ham turib olgansizlar, o'zlaringcha xafasizlar. Undan, bundan, shundan. Mo'g'uldan shunchalik xafa bo'lmagansizlar. O'lim tankasi bo'lgan, manbalarda yoqib ketgan. Turib olgan o'zini qarindoshidan xafa bo'ladi. Yo o'zbekdan, yo turkdan, yo qirg'izdan. Qoraqalpoq ham o'zimizdan, qirg'iz ham o'zimizdan, qozoq ham o'zimizdan, begona emas. Farqi shu, jeshlatadi xolos. Do'stlar, geografiya mahkumlarida shunday bir zo'r so'z borki, aytadi-yu. Geografiya o'ziga xos bir qamoqxonadir. U bir millatning kimligini yoki bo'lmasam kelajakda kim bo'lishini belgilab beradi deydi. O'sha geografiya mahkumlarida juda ham to'g'ri narsalar yozilgan ekanmiz. Bir marotaba o'qib chiqish kerak. Bekorga nashr qilinmadi bu Pir nashr tarafidan. Suhrob Bo'ronov ham bekorga shartnomali asar yozmadi. Olib o'qish kerak. Turib olib unaqangi propagandalarga cho'rmasdan. Shavkat Mirziyoyev ham hokimiyatga kelgandan keyin birinchi qilgan ish chegara muammolarini yo'q qildilar. Nimaga? Biz bir millatmiz.